qarang, semirib to'lib ketgan mollarimiz. Bugun 19-iyul haftaning dushanba kuni. Yosh limuzinlar ham bor. Bor limuzinlar. Yosh limuzinlar ham bor, 20 dona, keyin ta'minotga ham berasizlar. Beramiz ta'minotga. Qo'ylar ham bor. Bor, qo'ylar ham bor. Ekrandan yiroqlashmaysizlar, qo'ylarni ko'rsatamiz, keyin yosh limuzinlar bor ekan. 20 dona ekan, ularni ham yo'lida chiroyli qilib berib yurar ekan. Xudo xolasa bu buqalarimiz tonnadan oshgan. Inshaalloh. 1 tonnadan oshiq vesli buqalar. 5-6 tasini sotdingiz. Sotdik, 6-7 ta sotdik. 6-7 ta sotib yordingiz. Necha puldan bo'ldi o'sha buqalar? Jasurbek? 43 milliondan 67 milliongacha sotdik. 43 milliondan 67 milliongacha bahosi bo'ldi, sotilganda. Qolganlari bular qoldi. Ikkita qizil greenfruitimiz bor, xudo xolasa. Yoqqanni olib ketyapti o'zlariga. O'zi xohlagan, tanlagan. Qurbon hayit bayramiga olishyaptimi? Qurbon hayitga olishdi. Qurbon hayit bayramiga niyat qilganlar, sizlar ham kelaverasizlar. Timay, hayda, qimlatmayman hozir. Mana shu mollarimiz. Bular necha kilo olinglar? O'zi o'yvesiga inshaalloh 1 tonnadan oshib keladi. 1 tonnadan oshib, ana 1 tonna 300 kilolarga ketdimi? Ikkita bor, voy. Naryoqda? Qizildan qolgan. Greenfruitlarni 1 tonna 300 kilo olinglar bo'ldi. Bularimiz 1 tonna 2 shunaqa chiqadi. Olib chiqsa sotib ketadi. Bo'l. Ularni ham chiqarib ko'rsatamiz, hurmatli do'stlar. Xudo xolasa sizlarga yoqadi. Pullarni yengil qilib berasiz? Ha, inshaalloh. Bularni hech qanday qilib berasiz. Men Tanlashiga qarab-da. Tanlasanang bo'ldi kelib. Bu yerda sal kichikroq ham bor, kattarog'i bor. Aka bunday qilib turing, mollarni chiroyli tushirib olaylik. Ana. Mana qarang. Zver bo'lib ketibdi o'zi ham, ha. Greenfordlarni ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Bularni qamab turib Greenfordlar olib chiqaylik. Mana bu o'ziga tikaylik. Oralikda. Och eshikni. Tez. Voy, Haydi, yo'q, Jasurbek, bular yana semiradimi yo bo'ldimi bular? Boqiladi, Hali yana boqilaveradi. Yoz chiqadi, bunaqa joy yo'q bo'lmaydi. Necha foiz go'sht qiladi xudo xolasa? Endi xudo xolasa 65 ga tasdiqladi. Bular 65 ga besiga foizlilar, u antibod 60% beradigan buqalar. Sizlarda yosh buqalar ham bor ekan, sotiladigan. Yoshlardan ham bor ekan, hurmatli do'stlar. Mana shu optim narxda tarqatadi. O'tgan yil polni ta'minladi shekilli ko'p joydan optim joyidan. Qancha bo'lsa olib turib beramiz, muammolar xudo xolasa. Eminda mana shu zotdan, mana shu anaqada olib kelamiz. Abrarezgada bular. Buni yoshlar ham keladi, xudo xolasa. Xudo xolasa keladi inshaalloh. Mana buqalar qarang. O't semirib ketgan jonivorlar. 3 yosh bo'lganda, bular. 3 yoshlardan oshgan mana shunaqadi. Ana Greenfordlarda boqilmagan, bular sigir qochib yurgan bu. Yo'q-a? Ha, bularni agar hali yana semirib ketadi, ha? Degani bo'lsa boqsa bular o'sha bo'lib ketadi. So'ygan odam ham mazza qiladi, yoz chiqadi bular. Yog'i kam-a bular? Ha, yog'i kam, unaqa sirtiga yog' qo'yarmaydi. Qurbon hayit bayramiga inshaalloh mazza qiladi so'ygan odam. Mana Greenfordimiz chiqadi. Hurmatli do'stlar, Greenfordda o'tda yiriklari mana. Greenfordga ham buzovlari kerak bo'lsa, xuddi mana shu. Lekin tozasi shunaqa bo'ladi-da. Tozasi mana shu bo'ladi. Tozasi mana shunaqa bo'ladi, hurmatli do'stlar. Ana 1 metr 20 santidan o'tmaydiganlari bor. Unga adashtirib qo'ymaslik kerak-da, to'g'rimi? Haydoring. Smetalga o'xshab semirib ketgan, hay ular. Haydoringchi bera. Lekin bu bularimiz shu 1 tonna 300 kilomi Jasurbek? Simirgan, qarang bular. Voy, dahshat bo'lgan. Mashalloh, mana. Greenfordda hatto bahaybatlarni. Jasurbek, 1 tonna 300 kilo olinglar bular. Shoxli. Bera qaydanchi? O, shoxli 1 tonna 270 kelgan joyi. Hozir ozgina Issiqda kelganni hisobiga tortilgan bo'lishi kilo, 50 kilo, 100 kilo. Mana qarang, 88 9 ekan bunisi. Zverib ketdi o'zi ham. Belini qarang, yo'qolmagan uni jonivor. Mana shular 1 tonna 200 nima chiqaradi? 1 tonna 300 da? 1 tonnalik sementalimiz bor, agar zotga butun qiziqqanlar bo'lsa. Yo, chekkada baylanib turibdi. Jasurbek, bular nech puldan qilib berasiz shu ikkala Greenforddan? Kelishtirib, chiroyli qilib.
Hayit bayramiga. Yo'q, bo'ldi. Lekin bular bitta narsa hisobini qilishsa, bitta odam azina xafa bo'ldi. Qassoblik uchun olib kelinmagan bu. Ha. Bu odam ani qiziqadigan, havas qilgan, misol uchun qassoblik uchun aniqda bor. Ko'pda misol hokimlar xafa bo'lishi mumkin. Go'sht hisobiga to'g'ri kelmaydi-yu deb, o'sha xafa bo'lishmasligi uchun men aytib o'taymanki, bular ani qiziqadigan bir, chunki biz ham riskoyat qilib, aka albatta olib kelyapmiz bularni. Mendan uchida o'tirdi bular kelguncha. Osonlikcha. Kimdir mazza qo'yish uchun olib keldi bular. Qurbon hayit bayramiga. Agar qassobligi kerak bo'lsa, aniqda bir 20 tacha bor buqamiz xudo xolisi. Xudo xolasi yo'lida bo'ladi lekin, ha? Yo'q, unaqa qimmat bo'lmaydi. Shunday ham odam mazza qilmani, nechta 7-8 ta sotilib ketdi. 7-8 dan qolgani İşte shunday. so'ydi, mazza qilishni so'ygan odamlar. Foizni bizib oldi, foiz berish. 5% berdi aslida. 65 dan ko'p berdi. Men o'zim 65 dan baland 63 hisobini qildim, yo'q 65 dan katta berdi. Qo'ydi. O semental bilan ular naqd qilsa, Semental agar aniq qilsa, zot uchun degan. zot uchun. Nima qilsa, Abdulloh Qisilib baylanib qo'yganlar. yosh u hali unaqa yosh. Va terib olgan qarang bular. Hammasini bir tekis bo'lib. Qo'ydi. Bitta zivir. Jamalaka mana zotga agar qilsa, Toza qonli semental deng. hayda. Semental necha sharlik bo'lgan hozir bu? Aniq yoshini bilmayman, bizda ham Hali yosh degan. bir Tishini yorgan lekin. buzgan. Tishini buzgan semental bo'lganmiz, hurmatli do'stlar. 1 tonna chiqadi. 1 tonna chiqadi. Zot qochiradi agar qochirmoqchi. Zotga ham bo'ladi. Zotga yaxshi. Bu ham lekin aslida yemagan ekan. Qo'yvor. Qo'yvoringchi jonivorni. Bo'yi baland ekan, hozir Greenfordlardan ancha yirik narsa hurmatli do'stlar. Ba'zi bular semental zoti boshqacha bo'ladi. Nech pul qilib berasiz buni? 5000 so'rayapmiz. $5000 so'rayapsiz. $5000 so'rashyapti ekan hurmatli do'stlar, 1 tonnalik buqa. Hali Hozir qog'ozga qo'yib olsa, agar kimdir toshini ko'ra olmasa, 1 tonna kelmaydi deb o'ylasa, mana qog'ozga qo'yib bemalol ko'rib olish mumkin. Mana kapelkada o'ynab maza qilib oladi. Lekin zo'r ekan hurmatli do'stlar. bo'ldi. Bo'ldi, olib kirib bering. Ehtiyot qiling. O'ynaqlab olsin bir maza. Yoshda. Ana ular ko'rmagan-da uni. Qanaqa buqa ekan bu deb. Lekin ziver ekan. Eshigingga xudo xolasa ana zotga bo'lsa toza qoldi, mana shunaqasidan olinglar mana. 1,5 yashar anguslarimiz bor. 1,5 yashar. 1,5 yoshli deng. Ana kichkinalari endi kelyapti yo'lda. Xudo xolasa. Qassoblik uchun O'tirib olgan qarang. O'tirib oldi uni. Hurmatli do'stlar, 1,5 yoshli angus buqalar emas bu yerda mana. Patriatiga terib qo'ygan. Xudo xolisi boqilayotgan. Boqishga tashlangan-ya. Qassoblar nazar. Qurbon hayitga kichkina so'raganligi bo'lsa ham, Abjirgina, lekin semizgina deng. Qurbon hayitga misol ko'pchilik puli yengil unaqa emas. Hammasi agar kimdir boqaman, yana darsi boqaman deganligi 42 mingdan hammasi bir joyda bo'lsa. Taroziga 42 dan qo'yib Hammasi bir yuboramiz. joyda bo'lsa. Yo'q, biz tanlab olamiz ichidan, unisini gaplashamiz tanlaganiga. Mana ham o'tiryapti mana. Taroziga 42 ming so'mdan. Hammasi bir joyda. Necha kiloliklar bular? Adalashiga 500 kilodan keladi. Adalashiga 500 kilo. 500 kilodan aylanadigan angus Agar buqalar. tanlab olaman desa, 600, 580, 650. Har xil chiqaveradi. Tanlab olsa, tepasida gaplashamiz. Bo'ldi. 42 ming so'mdan taroziga mana hurmatli do'stlar. Gap yo'q lekin bular hali yosh. Yana o'sadi, yana semiradi. Bular Shu angusdan. Asha mana ota havas qilgan bo'lsa, olsin. kattalarni ko'rsatib ko'ring. Abrizga. Xudo xolasa endi qo'ylar bor hozir. Qo'ylarni analar qolyapti-da. Limuzinlar zo'ra. Yoshlaridan. Ulardan ko'rsatamiz. Orqalari o'ta yirik, keng bo'lib ketgan, dumbasa borgan qarang. Bo'lmasa ko'p boqilmagan-a bular. 2 oy bo'lmadi hali. 2 oyga, 2 oyda shuncha o'zgarib ketdi. Qo'chqar ishqibozlari bo'lsa, ana qo'chqarlarimiz donasiga 120 dona. Yo'q, qo'y ko'p aka. Sirop, tagi ko'p. Tagi mol. Bular faqat 30 million yani kreditga beriladi aka. Senga beriladi. Tepasida xudo xolisi Kelishtirib beriladi. kelishtirib gaplashamiz. Tanlaganiga qarab, bitta har xil qo'yadi. Bo'ldi.
Jasurbek keyin bu yerda ana 20 talik limuzin buqangizni ichida ikkitasini bergan Ha, ekansiz. bu jiyanimniki bu. Bu jiyanimniki. O'shaning partiyasida bu Xuddi qoladi. shu partiya, faqat bu boqilgan, yemlangan. Jamol aka toza Estoniyadan kelgan. Buqalarimiz Joyvesi bilan aralashiga 305 kilodan kelgan Jamol. bu yoqdan kelishdi. Kelish 305 kilodan kelgan. 305 kilo aylanib kelgan ekan, hurmatli do'stlar. 20 dona qoldi, bir joyda bo'lsa 300 millionga, bitta joyda bo'lsa 300 millionga sotamiz. Bir joyda? Ha, 20 tasi. 20 donasi bir joyda 300 million so'm. Bo'lgan bunaqa. Bittasi chiqib kelyapti. Xo'p, hozirgi ko'rsatilgan ikkitamiz haligi jiyaningizga berganingizda yaxshilab boqqan. Bular endi boqilgan, bular endi boqma hozir. Bular boqma. Qo'yil, mana 20 dona limuzin toza o'sha Estoniyadan keltirilgan buqalarimiz mana. 20 dona qolgan. Pasportlargacha beramiz. Pasport ham yo'q bor. Ha, hamma narsasi bor Estoniyaniki. 100% tozasi. Qozog'istonniki, Astana, Almataniki emas, Xo'p, Estoniya. bularni yana astedil boqsa, xudo xolasa o'zgarib ketar ekanda, demak. 2 oy. Inshaalloh 2 oyda bular boyaga bemalol yetib oladi. Endi bu hashir yotibdi-da. Yaxshi boqilmagan. Kalla sigirlar ikkinchi qorongi bo'g'oz, 4-5 oylik, 6 oylik bo'g'oz. Bular hammasi bitta joyga bo'lsa 20 milliondan beriladi. Bularni. Ha, 20 million. Bular ikkinchi qorin bo'g'ozlar. Ikkinchi qorin bo'g'oz. Yotganlarigacha mana hurmatli do'stlar. Jami nechta? 1 2 3 4 6 7 bor ekanda. Bundan 12 ta bor. 12 dona jamiga. Hop, shu 12 dona. 6 oylikdan 4 oylikdan 6 oylikgacha. 4 oylikdan 6 oylikgacha bo'g'oz. 20 milliondan berib yuborasiz. Hammasi bir joyda bo'lsa 20 milliondan beri sigirlar yaxshi. Necha litrdan sut bergan bular? Endi men o'zimda bermagan, biz ham bir joydan sotib oldik. Yevropadan olib kelgan ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Limuzinlarimiz 20 dona qolgan, ha? Ha, limuzin 20 dona bitta joyga bo'lsa 300 millionga inshaalloh sotib olamiz. 15 tanga to'g'ri kelyaptimi? 15 dan. 15 milliondan bor. Quyuq suyuq, ha? Yevropadan olib keladigan bo'lsa, shuni Estoniyadan. Hozir 480 yevro. Buni hisob kitobini qilsangiz 1700-1800 tushadi har bittasi. Mana shularda. Xuddi mana shunday kelishi 1700-1800. Любой odam qiziqsin, internetga bitta Estoniya yoki qadri quloqda Estoniyani bilkasin. Sizda pasporti ham bor deyapsiz. Hamma narsasi bor. Qayerdan olinganigacha, lokatsiyasigacha beramiz, undan muammo yo'q. Siz 15 dan berib yuborasiz. 15 dan bizaga sotdi, bulardan yetarlicha foydalandi. Mana shu asfaltga qo'ygani uchun shunday oftim bo'lsa, 5 ta, 2 ta so'ragan ko'p. Optim bir joyda bo'lsa berib yuborasiz. Optim bitta joyda bo'lsa 300 tanjoni sog' salomat inshaalloh. Demak, bularda hozir mana shu holatda kirib kelishi 1700-1800 aylanyapti. Uni любой odam internetdan shunday yozsa, chiqib keladi o'zi. Shuni telefon qilib narxini so'rasa, o'zi tushungan odam bittada o'zi bilib oladi. Bilib oladi. Bizda bundan 100 tadan oshiq keldi, foydalandi alhamdulillah. Endi men bastatga qolgani uchun vaqtimiz olmasin deb sotib olmadim. Barakasini bersin, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Hammaga omad. Kelganda yeb ichish sog'ligini hamma yoqni tekshirib olishni tavsiya qilamiz. Qayerda mol olsalar sog'ligi hamma yoqni ko'rib olinglar. Hammaga omad. Kelaverasizlar. Charchamanglar.